Assalomu alaykum. Briefing qatnashchilari, Yangi shahar mudofaa ishlari bo'limi rahbar va xalq muloqoti murojaatlari uchrashuvi natijasi yuzasidan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mudofaa sohasida rahbar va xalq muloqoti, harbiy xizmatchilar, harbiylar va ularning oilalari ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda aholini mudofaa tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashning asosiy omili hisoblanadi. Mudofaa vazirligi va hududiy harbiy boshqaruv organlari tomonidan tizimli ravishda olib borilayotgan murojaatlar, tahlili, sayyor qabullar va uchrashuvlar samarali natijalarga bermoqda. Ochiq muloqotlar va murojaatlar tahlili harbiy qismlar, muassasalar va mahallalarda vazirlik rahbariyati, harbiy prokuratura va mahalliy hokimlar hamkorligida o'tkazilayotgan sayyor qabullar fuqarolarning qiynayotgan muammolari bevosita joyda hal etishi imkoniyatini bermoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.